Qadim zamonlarda tog'lar bilan o'ralgan, tongda tuman tushib, kechqurun yulduzlar yorqin porlaydigan bir qishloq bor ekan. Bu qishloqda 3 og'ayni aka-ukalar yashar ekan. Ular bir onadan tug'ilgan bo'lsa-da, fe'l-atvorlari butunlay boshqa ekan. Kattasi bahodir, baquvvat, jasur, hech narsadan qo'rqmas ekan. O'rtanchasi Ziyoviddin dono, topqir, har ishni o'ylab qilar ekan. Kenjasi Mehriddin esa yuragi yumshoq, har bir jonga ozor bermas achinar ekan. Ularning otasi oldin donishmand odam bo'lgan, lekin vafotidan oldin shunday degan ekan: "Bolalarim, bir-biringdan ajralmanglar. Kun kelib faqat birlik sizlarni qutqaradi", deb vasiyat qilgan ekan. Bir yil qishloqqa katta balo tushibdi. Osmon oylar davomida yomg'ir bermabdi. Daryo qurib, quduqlar bo'shabdi. Odamlar tashvishga tushibdi. Bolalar chanqagan, ekinlar quriy boshlagan ekan. Qariyalar shunday deyishibdi: "Bu vodiyda oldin tirik suv bo'lgan. U tog'larni narigi tomonida, lekin yo'li juda xavfli." 3 og'ayni bir-biriga qarab, agar biz bormasak hech kim bormaydi, deb safarga otlanishga qaror qilishibdi. Ularni onalari ularga non, suv, duo berib, aql bilan yuringlar, bolalarim, deb kuzatibdi. Yo'l yuribdilar, yo'l yursa ham mo'l yuribdi. Yo'lning birinchi kuni ular baland qoyalar orasiga yetib kelishibdi. Yo'lni ulkan tosh to'sib turgan ekan. Bahodir oldinga chiqib, "Men kuchim bilan ochaman", deb toshni suribdi. Ammo tosh qimirlamabdi. Shunda Ziyoviddin tosh chetidagi yozuv borligini payqab qolibdi. "Bu tosh kuch bilan emas, sabr bilan ochiladi", degan yozuv bor ekan. Ular navbat bilan itarib, dam olib birga harakat qilishibdi. Nihoyat tosh sekin chetga surilib, yo'l ochilibdi. Shunda og'aynilar tushunibdiki, birlik kuchdan ustun ekan. Keyin ular yo'l yuribdi. Keyingi kun qorong'u va jimjit o'rmonga kirishibdi. Bu o'rmon odamni aylantirib yo'ldan ozdirar ekan. Kun botibdi. Qo'rquv kuchayibdi. Mehriddin bir quyonchani ko'rib, uni bosib ketishdan asrab qolibdi. Shu zahoti quyoncha gapirib yuboribdi: "Sizlar yaxshi odam ekansizlar. Daraxtlarni soyasiga qarab yuringlar, ular yo'l ko'rsatadi sizlarga", debdi quyoncha. Shu yo'l bilan ular o'rmondan chiqib olishibdi. Safarni 3-kuni, safarni eng xavfli joyida ularga katta ko'l duch kelibdi. Ko'lni esa ulkan katta ilon qo'riqlar ekan. "Kim faqat o'zi uchun kelgan bo'lsa, ortiga qaytsin", debdi g'o'ldirab ilon. Mehriddin oldinga chiqib: "Biz suvni faqat o'zimiz uchun emas, butun bir qishloq uchun so'rab keldik. Shuning uchun suvni biz izlayapmiz", debdi. Ilon kiyikka aylanib yo'l bo'shatib beribdi, chunki haqiqiy niyatni u darrov sezar ekan. Nihoyat ular tog' bag'riga yorqin nur sochib turgan tirik suvni buloqchasini topishibdi. Suvdan olib ehtiyotkorlik bilan qishloqqa qaytishibdi. Suv yerga sepilishi bilan yomg'ir yog'ibdi, dalalar yashnab ketibdi. Qishloq xalqi 3 og'ayniga minnatdorchilik aytishibdi. Qariyalar shunday deyishibdi: "Kuch, aql va mehr birlashsa, hech qanday balo bardosh berolmaydi", deyishgan ekan.